Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2023-yili 2-oyning 10-kuni juma. 2 haftada bir qatim chiqadigan videoga chiqishim. Bu hafta bu xabarlar hali ko'p. Birinchi darajalik eng muhim ish Turkiyadagi yer tavrash bo'ldi. Bu ishlardan qarindoshlar to'liq xabar tep bo'ldi. Nayt bir eg'ir afet yuz berdi Türkiye'de 7,8 bal yer tevrep. Bu iş hakkında Dünya Uygur Kurultayı çeteldeki barlık Uygur taşatlarına bir çağrı kılıp iyan toplap Türkiye'ye mandırış doğruluk bir kısım işlerini uğurlaştırdı. Hazır hem yerde bu işler kanat yivatıdı. Yalnız Dünya Uygur Kurultayı çağrı kağalı için hemen de Uygurlar, çeteldeki Uygurların hemisi kozgulup bu iş kanayeti aktif olan katışvatıdı. Meni eng ta'sirlantirgan bir ish Kuzat Altay inimiz qilgan chaqiriq va yiqqan pul bo'ldi. O'yinimiz iyan to'plash ishini boshlagan necha kun oldida bugun qarab baqsam 161 ming dollar yig'ilibdi. Kuzat Altay inimiz boshlagan chaqiriq ostidagi faoliyatga Kuzat inimiz agar 100 ming dollardan ortiq pul yig'ilsa ben öz inimden 100 ming dollar qo'shib 200 ming qilib öğretip ben Türkiye'ye deb chaqiriq qilgan. Demek hazır 161 ming dollar yig'ilibdi, 100 mingni qo'shsa 261 ming dollar bo'ldi degan gap. Ben mayli Kuzat Altay inimiz bo'lsin yoki uning chaqiriqiga ovoz qo'shgan qarindoshlar bo'lsin, hammalardan rozi bo'ldim, ta'sirlandim. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Uyg'ur Project fondimi az ko'p bo'lmasimi Kuzat inimiz qilgan shu chaqiriqqa ozroqcha pul yo'lladik. Ondan keyin hozir endi shu Turkiyadagi yer tavrash masalasi ishi bilan endi nurg'un kishilar qattiq o'ylanayotgan bo'lishi mumkin. Qanday ish deganda nima uchun bundaq ig'ir ofat Turkiyada yuz berdi? Endi Turkiya bir islom davlati. Türkiye halkı naiti Allah'a sadakatmen bir halk İstanbul'da her bir kilometrede biradın mescid bağındı. Aşındak bir devlet. Bunun içinde Suriye mi var? Suriye'de mi yüzbedi bu afet? Nim için bunda çoğun afetle Xitay'dek bütün dünyaya çoğun bala kazalarını epkevatkan, bütün dünyaya tehdit sevatkan, Uygur Müslümanlardaki bir milletin yok etip ağan bundan öğretkenmey Türkiye'deki bir Müslüman Allah'a sadıkmen bir de öğretkilidu degen bundan jatada bir kısım kırılaşada sual toğuldu deb oylayman. Endi Xudayimniki öz aldığı planı, vaqt jadvali, andikin tanlashları var. Onu biz insanlar düşünüp olamayız. Bu qitimki vaqada mı aşındaq onu düşünüp olmaydı. Hem de bundaq işlerini aldın Mölçerligilim bo'lmaydi. Yaqında Türkiye'deki yer tavrash ishi munosabati bilan ba'zi bir mo'ljallar o'tirib qo'yilibdi ekan, sal burunroq bir hafta burun. Ya'ni Türkiye'nin ba'zi osmonlari ajoyib bir osmonlarda ba'zi ajoyib ahvollar ko'rilibdi ekan endi. Ko'k osmon bir xil odat ko'rilmaydigan bir xil ahvollar ko'rilib, ba'zi odamlar bu Türkiye'de bir cho'ng yer tavrashniki bishorati bo'lishi mumkin. Türkiye'de çok bir çoğun yatavrayidu da başladı ekan. Bunu bir kısım kişiler şu yatavraştan bir hafta burun işte bazı adamlar osmondagi hodisalarga asosan oldin mo'ljalni o'tirib qo'ygan deb ijtimoiy tarmoqlarda shu gaplarni qilibdi. Men bu vaqt biroz izinib baqdim. U oldin mo'ljal emas ekan. Oldin mo'ljal bo'lganda endi ilmiy nuqtadan chiqib turib o'tirib qo'ygan oldin mo'ljalda agar masalan yer tavrash to'g'riliq oldin mo'ljal o'tirib qo'yilgan bo'lsa bu yer nada tavraydi, qachon tavraydi, qancha bal tavraydi aniq bo'lishi kerak ekan. Mana o'xshash osmonda mana bir hodisa ko'rildi. Turkiyada kelgusi cho'qmi yer tavraydi desa u oldin mo'ljal emas. Ilmiy nuqtadan aytgan chog'da undan gapni hammadan deyalaydi. Bu boshqa bu oldin mo'ljal emas. Şuna bu bir narsa bizde aniq bo'lsa, men bu ishdan keyin ko'p o'ylandim, ko'nglim yerim bo'ldi Turkiyadagi xalqlarga, ichim og'ridi. Endi hammamiz unaqa bo'lmay turolmaymiz inson bo'lganligimiz uchun. Andiki men nima ish qila olaman deb bu vaqtim o'ylanib baqdim.
Meniki burun yazgan bir maqalam batı. Dimishqa yamanlıqlar yüz berdi deb vatandagi ba'zi qarindoshlarimiz menga xat yozgan bu vaqtda. Shunga javoban men bir maqol tayyorlagan. Mushu maqolada odatdan men o'tirib qo'ygan ba'zi hadislarni tushunishga foydali mazmunlar bor. Bulupmu nima uchun yaxshi odamlarga yomon ishlar yuz beradi. Shunga agar qiziqsanglar o'qib baqsanglar bo'ladi. Men u maqolniki tor adresini shu videoni ostiga yozib qo'yaman. O'qib baqsanglar bo'ladi. Jiq narsalarni anqiray olasizlar. Endi shu tavrash ilmiy sohasida bizniki bosh idoramiz bo'lgan Kaliforniya texnologiya instituti dunyoda oldingi qatorida turdi. Shu ishlarda men bu natijaning oldida shu olam teleskop orqali qattiq bir joyda qattiq yer tevraganda yer yuzi to'lqinini olam teleskop orqali o'lchash mana bir texnika haqidagi loyihaga qatnashgan 6 metrlik bir teleskop loyihlagan shu chog'da loyihlagan hamda shu teleskop orqali shuna qattiq yer tavragan vaqtida uniki bir shart u teleskopni faqat 6 bal yoki undan yuqori yer tavragan yerlarga shakli bo'ladi. Qattiq yer tavragan vaqtida shu yer yuzi to'lqini endi yer tavraganda yer yuzi harakatlangan chog'da shuni qanday o'lchashga bo'ladi degan shu algoritm ustida ishlarni qilgan bir 4-5 tak adam biz birlikda bu biz qilgan ishga bir NASA patent oldik biz bir ishlarni qilgan endi shunga yer tavrash bo'lgandan keyin u ishlar biroz ism kelib qoldi agar ashta bir teleskop bo'lgan bo'lsa mishqatim endi u teleskoplar hargiz yer tavrashning oldini olib olmaydi yoki oldin mo'ljallangan bo'lmaydi. O faqat shu yer tavragan zamonlar osmonda turayotgan teleskopni shu yer tavragan yerga qaratib shu yerdagi yer tavragan yerdagi yer shari yuzi to'lqinini o'lchash. Buniki foydasi ash orqali kelgusida yer tavrash yuz berishdan burun oldin faraz qilib bo'lamdi degan bir texnologiyani taraqqiy qildirish endi. Mana bir ishni qilib boqqan shuni degan gap qoldi. U bir 6 metrlik teleskopdi. U bir dastlabki loyiha bu NASA'niki bu jihatda kelgusida qilgan planlari bor, lekin maoshda rasmiy boshlanmadi. Endi ba'zi qarindoshlar shu Turkiyadagi yer tavrash voqeasi munosabati bilan bu yer tavrash qanday yuz berdigandi degan narsani ilmiy jihatdan tushunishga qiziqayotgan bo'lishi mumkin. İstanbul'daki Uyghur Sistem grupasini mandırayotgan inimiz şu yaşam günü bir nima o'rlashtirmoqchi, bir leksiya o'rlashtirmoqchi shu yer tavrash nima sababdan yuz berdi degan temada bunga bizniki Amerika Texas shtatidagi Shakir Shamshi qarindoshimiz so'zlab bermoqchi. U qarindoshamizning kasbiy geologiya o'zi neft sohasida ishlaydi, ammo yer tavrash asosan geologiyaga munosabatli endi. Ashta boshqa leksiya so'zlab bermoqchi. Vaqtga diqqat qilinglar. Shuni anglasanglar yer tavrash nima uchun yuz berdi degan narsalarga oid bir qism ilmiy hukmlarga erisha olasizlar. Ondan keyin sizlarga bilgan deydigan ikkinchi cho'ng ish yaqinda Dunyo Uyg'ur qurultiyi 15 fevral kuni BDT'niki bosh shtabi, Jenevadagi bosh shtabi binosi oldida bir cho'ng ko'lamli namoyish o'tkazish haqida bir chaqiriq qildi. İmkoniyati bor qarindoshlarniki imkon berib qatnashib berishiga chaqirdi. Bu nima ishlasanglar shu yaqinda hozir boshlanib bo'ldimi o'qimayman. BDT'ning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquqiy haqidagi 73-navbatlik yig'ini ochilmoqchi. Bu yig'inda bir qism davlatlar deklarat berdi ekan. Kamboja, Xitoy, Luziana, Panama, Portugal, Yemen qatorli davlatlar deklarat berdi ekan. Bunchada Xitoymi bor. Xitoyniki qildig'ini qip-qizil ko'z bo'yamchilik. Biz hammamizning xabar bo'lgandek Uyg'urlar shu iqtisodiy, ijtimoiy, madaniyat huquqiy jihatda intayin og'ir buzg'unchilik uchirdik. Xitoy bo'lsa buni butunlay yushirib, o'zini padazlab deklarat berdi u yerda. Ayta bo'g'aliq uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi ashunga norozilik bildirib bir cho'ng ko'lamda namoyish qilish ishni o'rlashtirdi.
bu iş, bu namoyishning ahamiyati odatdagi namoyishlarga o'xshamaydi ancha. Bak ahamiyati bor buniki. Bo'lib Uyg'urlar birga ko'rayotgan kun bilsa turgan chog'da buni cho'ng ahamiyati bor. Shunga imkoniyati bor qarindoshlar berib qatnashishga tirishib baqqan bo'lsanglar. 15 fevral kuni. Endi bu qolgan mazmunga tushdan burun yaqinda biz qilayotgan Uyg'ur Project fondi qilayotgan İstanbul'da 20 leksiya degan faoliyat to'g'riliq sizlarga yangi ma'lumotlarni alan bir tizlamkin. Bizga hozir qadar o'zini tizimlatgan yozuvchilarniki soni 43 nafarga yetdi. Maqolaning soni 49 parcha maqola. Andikin tahrirlardan 6 kishi tahrir qilishga o'zini ko'rsatdi va ishni boshlab bo'ldi ular. Ondan keyin bizniki bir 5 kishilik bağlash guruhimiz bor. Bular intayin qattiq ishlayotdi. 49 parça maqolaniki abstraktini, asosiy mazmunini ko'zdan kechirib, tanlaydigan tanlab qilib bo'ldi. Hozir bizga 10 parça maqolami kelib bo'ldi. Ular hozir shularni baholayotdi, tekshiryotdi. Shunga ularga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Bu ishlar nihoyat yaxshi menyapti. Keyingi videolarda bu to'g'riliq to'xtalmay turaman. Endi bizning keyingi maqola topshirish muddatimiz 15 aprel kuni. Shuningchalik hamma maqolalarni bizga topshirib bo'lish kerak. Unchalik buni ko'p demayman. Vaqti kelgan chog'da sizlarni xabarlantirish zarur bo'lgan vaqtida yana xabarlantirib qo'yaman. Bugun shuncha xil deb qo'ymoqchi. Endi yaqinda yuz bergan bir cho'ng voqea Xitoyniki josus shari. Bir shari Amerikaniki osmonda 10 kun aylanib, oxiri Amerikani etib tushiribdi. Hozir xalqarada bu nihoyatda cho'ng paranglar bo'yotdi bu vaqtda. Odatda aeroplanlar yer yuzidan 10 kilometr yoki 11 kilometr egizlikda uchadi. Bulut, biz osmonga qaragan chog'da ko'radigan bulutniki egizligi, yer yuzi bilan bo'lgan egizligi odatda 8 kilometrdan 11 kilometrgacha. Bulutmi eg'ir bulutlarning hammasi 8 kilometr egizlikda bo'ladi. 11 kilometrga borgan vaqtdagi bulutlar nihoyat shalang, nipiz bulutlar bo'ladi u yerda. Ashta bo'g'ashqa aeroplanlar 10 kilometr egizlikda uchganligi uchun ko'pincha vaqtlarda bulutning ustida uchadi. Agar sizlar uzun yo'l yerlarga berib boqqan bo'lsanglar, masalan, Yevropadan Amerikaga degandek, Amerikadan Xitoyga degandek aeroplandan o'tirib boqqan bo'lsanglar, bilasizlar, aeroplan asosan qalin bulutning ustidan uchadi. Ashta bo'g'ashqa yer shariniki bir shar shakli bog'lig'ini biroz ko'ngil bo'ladi aeroplandan o'tirib, bulutning shakli qarab turib. Endi maqatim Xitoy Amerikaga o'tgan bu shar yer yuzidan 20 kilometrdan 25 kilometrgacha egizlikda uchibdi. Ashta boshqa toki yaqingacha kishilar diqqat qilmabdi. Amaliyotda Xitoyniki bundaq josuslik sharlarini u bu yerga mo'ndirayotganligiga xil uzun bo'lgan ekan. Hozirgi vaqtning o'zidami shu shardan birisi Janubiy Amerikada, yana birisi Osiyoda bor ekan hozir. Burun Yaponiya, hatta Yevropalarga borgan ekan bu. Bu qitim buni odatdagi puhralar bayqab bu sharni ashna bilan mediaga da'vat etib, u xabarga chiqib, ashna bilan Amerika hukumatimi bu to'g'riliq o'tirg'i oshkora chiqishga, hatto uni etib tushirishga majbur bo'ldi. Shuning bilan aytib cho'ng tiyim bo'lib ketdi bu hozir. Amerika u Xitoyniki sharni etib tushirib, uniki parchalarini dengizdan suzib olib, hozir ekilib, uniki bir qism uchurlarini e'lon qilyotdi. Men bugungi televizorda ko'rgan ahvolda deyilishicha endi bu shardagi elektronlik uskun asboblar g'arat ishlangan ekan. Qaysi shirkatda chiqqanlarini tepibdi hozir. Ehtimol ularga bir qism tadbirlar qo'llanishi mumkin. Amerikada da bu to'g'riliq davomli hozir mush to'g'riliq so'zlashish bu ishlar bo'lyotdi. Biz vaqtni o'tish bilan yana texnik ko'p uchurlarga erishimiz. Xitoy bu sharniki hamma narsani bizga yondirib bersin deb talab qildi. Amerika bermaymiz dedi. Xitoy nihoyatda maligisidan o'g'ri kuchliq deb Amerikadan behrak sahrab tushib, hozir tipirlab bir chani qilyotdi. Bu shar vaqasi erkin millatlar uchun, Uyg'urdek izlagan millatlar uchun nihoyat cho'ng foydasi bo'ldi buniki. Bo'libmi dunyo Xitoyniki haqiqiy abdi bashirsini, anikin Xitoyniki dunyoga akildigan tahdidlarini, xatarini bir qatim ko'rib oldi. Hozir musoada nurg'un paranglar bo'lyotdi. Bu kishini xo'shal qiladi endi. Buningdan keyin Xitoyniki sharlari yana Amerikaga yaqin kelib qolsa,
shu vaqtni o'zida tushiritish mumkin. Bu qatim 10 kundek Amerikaning osmonlarida aylanib, Amerikadagi havo armiyasi, yadro bombalari bazılarını aylanib yurdi bu biraz. Aşağı bilan hozir endi kishilar bir qism narsalarni o'tirish qilyotdi. Agar mushta naslni to'smasak biz, kelar qatim Xitoy shar bilan kelib bizga biologiyalik qurol aytish mumkin deb. Biologiyalik qurol degani odatdagi miltiq zambarakka o'xshamaydi. Bir qutuda bir qutuda liq Xitoy virusidagi virusni tashlatsa osmondan Amerikaniki cho'ng quruqlikqa qolmasdan davlatiga u bir cho'ng balo afat bo'lgan gap endi. Anından keyin masalan yadro bombalarni tushib opirib osmondan tashlatsa Amerikaga tushadi degan gap endi. Masalan New Yorkda yoki Washington poytaxtga o'xshash yerlarga tashlatsa cho'ng voqea bo'lib ketadi. Hozir kishilar endi mushta ruhni paran qilyotdi. Bundan keyin 10 kun saqlab emas, Amerikaniki chegarasidan kirish amallam etib kerak bunday shaharlarni degan gaplar o'tirib chiqyotdi. Ishqilib bu qatim bütün dünyadaki erkin devletlerini bir qatim segaklandirdi bu şarның vakası. Bunundaki bundan işler asas yüz vermeyi de oylayman. Xitoyniki bu qatim Amerikaga kelgan şarı o qandaqdir bir ayrım ish emas. Xitoyda bir cho'ng harbiy qo'shin bor ekan. Shar orqali josuslik ishlarini olib bordigan. Bu to'g'riliqmi ma'lumotlar o'tirib chiqdi bu qatim. Bundan keyin Xitoy aslidagi planlar bo'yicha ish harakat ilib boramaydi deb o'ylayman bu sohada. Endi yaqinda yuz bergan yana bir cho'ng ish Amerikaniki prezidenti Biden 2 ayning 7 kuni, seshanba kuni vatanning hozirgi holati degan temada bir cho'ng doklad berdi. Bu Amerikaniki qonunda bor ish uzundan yaqin davom etayotgan İngilizce State of the Union deydi. Bu yerda Union degani Amerika Birleşme Shtatini bildirdi. Andik State degani holat, yani hozirgi holati, vatanniki hozirgi holati. Bu Biden'niki ikinci qatim qilishi bu ishni prezident bo'lganda yoqi. Bunun ichida bu turga qilingan gaplar ichida yaxshi gaplarmi bor, ijobiy gaplar, salbiy gaplarmi bor. İcabi gaplarning ichida bizning biroz quloqimizga xo'sh yoqadigan gap endi shu Biden prezident bo'lganda yoqi Yevropa Birligi va NATOlarni Amerikaning atrofiga to'plab Xitoyga qarshi bir xalqaro zo'r kuchni barpo qildi. Bu qatimki bu nutqida bu ishlarni tilga oldi, bu rost endi. Bu jihatda Biden burunqi prezidentning sal eshib ketdi deyishga bo'ladi. Xitoyga bo'shab qolmay bu jihatdan kuchli tadbirlarni qo'llanib, hozir Xitoy iqtisodiniki yemilishini tiziltiryapti bu jihatda. Bu ijobiy tarafi. Endi salbiy tarafi bu qatam bu dokladning o'zi bek muhim bo'lganligi uchun bunga nurg'un yerlar diqqat qiladi endi. Biz mi diqqat qilishimiz kerak endi. Bu dokladda mening bilishimcha Uyg'ur tili qilinmadi. Xitoydan kelgan o sharmi tili qilinmadi, Tayvan, Hong Kong tili qilinmadi endi. Shar to'g'riliq ozroq qildi, sharni tili qolmay. Tili qolmay ozroq qildi, lekin uchiq tili qolmaydi endi. Andan keyin bundan keyin Amerika nimishani qiladi degan temada so'zlagan vaqtida sotsializmga mangdigan nurg'un ishlarni o'tirib qo'yibdi. Bu bir salbiy narsa men uchun. Nimishqa degan chog'da sotsializmning dardini biz bek tatgan bir millat, dunyoga hali tatdi uni. Hozirmi yangi o'tirib qo'yilayotgan Amerika hukumatiningki pulni xashlash jihatidagi nurg'un ishlar agar moyati qarasa sotsializmga o'xshash. İşlab japolik ishlaydigan kapitalistlarni jazolab, kambag'allarni yo'laydigan degandek nurg'un narsalar bor. Buniki tafsili narsani bu yerda demayman. Endi bu yerda muhim odamni andishiga soladigan bir ish nima degan chog'da bu sotsializm ishlarini qilsa mayli. Agar kuchi bo'lgan bo'lsa qilsa bo'ladi. Amerikaning unda kuchi yo'q hozir. Yangi prezident chiqqandan yoqi Amerikaniki qarzi 700 milliard dollar qarzi eshib ketdi hozir. Amerikaning davlat qarzi 31 trillion dollarga chiqdi. Bu qarzlarga har yil to'laydigan o'sim 700 milliardni eshib ketdi hozir. Amerika har yili o'ziniki davlat qarziga 700 milliard dollardan ortiq o'sim to'lamasa bo'lmaydi.
Aşta boğalık için bu intayin bir eğri bir ahval bu atıdı Amerika'ga. Bunundaki Amerika'nın neye vardı diye mesele üstüde. Bu munayda çoğun temalar bu ya da tepside totalmayman. Maşı azraqçı nesini tilgip koyğum geldi. Endi hazır Amerika duş kelgan masalanchida chegara masalasi bor. Xabarlarda bu Amerikaniki Meksika bilan tutishadigan chegaralar uchuq hozir. Nihoyatda jiq odamlar kiryapti texchilik. Bu qatim Amerikaniki osmon bexatarligi jihatdagi maishman paxsh bo'ldi. Xitoyniki jasuslik shari Amerika osmonida 10 kun minib yurgandan keyin anikin etib tushadi endi. Dastlabda Alaskadan kiribdiki Amerika territoriyasiga. Alaska'nınki nüfus intayin az. Yani zimini keng aslı şu yerde etvetken bolsa şu yerde bu iş oldu iş ama qarab turib şu nimeden g'arb tarafidan kirib sharq tarafidan chiqib bo'lg'uchi qarab turib aniki etib tushadi endi bu masala bor. Aniki pul paxolligi Amerikadagi jinoiy ishlarniki ko'payib ketishi bu ahvol intayin eg'ir Amerikada hozir. Buningdimi shu yaqinqi 2 yilning ichidagi Amerikaniki davlat siyosati bilan zich munosabatlik bu ishlar. Ondan keyin Xitoydan kelgan zaharlik dori bilan zaharlanib o'lish ahvoli intayin eg'ir. O'tgan yil 1 yilning ichida Amerikada shu fentanyl degan Xitoydan kelgan zaharlik dori ashlanib o'lib ketgan odamlarniki soni 107 mingga. Bu haqiqiy sankan maqatim Biden 70 ming debdi. Amaliyotda 107 ming odam o'lib ketdi o'tgan yil 1 yilning ichida. Mustafa Aqallan bu zaharlik dorilar Xitoydan kiryapti asosan. Oldingi prezident Xi Jinping degan jalot bilan kurashgan vaqtida maxsus ishni o'tirib qo'ygan. Amerikaga fentanyl degan zaharlik dorini kirishni to'xtatgan bo'lsang degan. Ammo ular ma'qul deb to'xtatmadi. Bu ishlarni eg'randi. Mushta ishlar hozir bu vaqtda ishlar boshqa durust o'ylaydigan Amerikaliklarning ko'nglida bir xil andisha bor. Amerika buniki nega mangadi? Amerika dünya erkeliğinin ki bir meşili bulup devamlı özünki bir onun tutma alamda yok diyen yerlerde endişesi var endi. Bir ihre ahvala bazır. Endi pul pahalılığı neki derdini hemimiz tatvatımız. Bana yakında bir iş oldu sizle bir kızıqarlıq işlerge depreymen. Bizgenin ki öge kelgen bu birinci aylık gaz pulu, gaz dediğimiz bizniki tamak etken çağda işletilen uçak gazlanmalıdır endi. Öyün ısıtışımı gaz bilen. Bizim öyünün nayt tüventi. Ta ki bu yıldan burun endi. Kış vakti biz hem tamak etimiz hem öyünü gazlı ısıtımız işte bu başka kış vakti gazın aylık pulusu biraz eşip gitti. En yukarı bu vaxtlarda $80'lara barattı. Yazgılar olsa 10 neçe dolar aşacak pul gitti. Bu yıl ötken yıl 11. ayda bizge $85 kaptı 11. ayda. 12. ayda $128 geldi. Bu yıl 1. ayda kalsam $385 geldi. Demek 3 yaşsıdek bop ketdi deyen gap 12. ayga qargan çağda. Men bu ahvallarga burun dikkat qilmaptikan ben. Şu an sal dikkat qilib bizim öyde gaz chiqadigan ish bormi ya, nima uchun buncha jiq pul kelib ketadi deb gaz shirkati bilan bir kurashay deb bir kun telefon bilan etishib olamadim ularni. Odam chiqilmaydi qattiqlamkin. Shu ep qo'ygan rekord qilib qo'ygan ovozlar chiqib, odam chiqmaydi. Ashna ulardan ichim pushdi meniki bu. Bundaq bo'lib ketsa qanday bo'lib ketadi? Bundaq o'sib ketgan bormi deb shu bilan biz hozir Amerikada bir app bor. App o telefonda şekil oldu, kompüterda şekil oldu. Hoşlanlar degandek Nextdoor deydi, Neighborhood deb ikisi var endi. Şunlar hoşlanlar degan appga men uçur yazdım. Bu şafallarni yazdım. Bana aldığım 11. ayda $85, 12. ayda $128, 1. ayda $385 kep ketdi. Bularniki bunun nemişligini bilemizlar deb yazsam, o men chiqargan bu mazmun intayin qizib ketdi u yerda. Nurg'un odamlar o'zininki o'xshash ahvolni yezib, endi xiljaq oilalarniki 1. aydagi gaz puli $1000 eshib ketibdi. Mushaffalarni deb buni Amerika hukumati sun'iy holda gaz akirish bahosini o'stirayotganligi, shundan bo'layotganligini yezibdi. Mushta bir ish bo'ldi. Bir bo'lsa 2. aydan boshlab sal tuvallaydi deydi. Bu qanday bo'ldi uqmadim. Ish qilib berdi sizlarga demoqchi bo'lganim, gazning bahosi
12 aydan 1 aygacha 3 yas o'sdi degan gap. Qolgan nurg'un narsalar odam hayron qolarlik darajada o'sib ketdi Amerikada. Pul pahalılıq intayin eğir. Endi bu Amerikada yüz berayotgan ahvollarniki bir misol endi. Endi bu qatam Biden so'zlab bo'lgandan keyin bu davlatning hozirgi holati degan nutqini so'zlab bo'lgandan keyin Cumhuriyetçilerge vakalatan Cumhuriyet Partisi'ninki bir azası, anikin Amerika'nınki Arkansas degan ştatınınki ştat başlığı yeniden saylangan bu ayal şu söz kıldı. Bu ayal Amerika'daki hazır en yaş ştat başlığı ki 40 yaş. Bu ayalın etmesinden bilseler bu Trump vaxtida Aksaray'ına bayanatçısı olgan bu ayal. Keyin yakında saylamda Arkansas'ın ştat başlığı oldu. 40 yaşken Biden Amerika'nın tarixideki en yaşı çoğun prezidentken 80 yaş. Müştemiş hanıtılık aldı. Yani Müşhadım'ın ki kalan sözü de nayeti mühim bir mesele oturup koydu. Hazır deydi Amerika'da yüz berayotgan tokunuş qandaqda o'ngchilar bilan so'lchilar o'rtasidagi to'qinish emas, qandaqda jumuriyatchilar bilan demokratchilar o'rtasidagi to'qinish emas, bu normal insonlar bilan sarang insonlar o'rtasidagi to'qinish degan narsani o'tirib qo'ydi. İşletken so'zi normal and the crazy people. Normal degani normal insonlar, crazy degani sarang insonlar endi. Mana o'rtasidagi kurash, biz bu kurashda chuqur yengib chiqishimiz kerak. Agar yengmasak, Amerikaniki istiqboli yaxshi bo'lmaydi. Bu jihatda biz jumuriyatchilar hargiz bo'shib qolmaymiz degan gaplarni qildi. Endi ma'qul balki normal insonlar bilan sarang insonlar o'rtasidagi to'qinish degan ma'qul yengillik bo'lib tuyuldi menga. Yaxshi tushundi bu xonim mutlaq bir nuqtadan turib qiziqadiganlar ko'p asonlar bo'ldi. Nutqi bak uzun emas, 20 minut bo'lmaydi. Ama isli so'z debdi. Aşamadan dedim. Uyg'urlar ichidagi bir qism to'qinishlarni shu normal insonlar bilan sarang insonlar o'rtasida to'qinish desak bo'ldi ekan deb o'ylab qoldim men. Shunga bir tilg'ab qo'ydim. Endi yaqinda chiqqan yana bir gap Amerikadagi bir general Mike Minihan degan kishi Amerika Xitoy 2025 yılı Tayvan'a hücum qilishi mumkin degan bir farazla o'tirib qo'ydi. Ben bu bir yaxshi gap bu. Xitoyniki Tayvan'a hücum qilishi Xitoyniki kompartiya hokimiyatiniki ag'dirishidan darak berdi. U ag'dirilib Xudoyim bo'lsa biz uyimizga qayta olaylik yurtimizga. Aşağı boshqa bu xabar meni jalb qildi. Shunga biroz iznib baqdim. Ma kishi endi odatli kishi emas. Bu kishi 110 mingdak askarga yetakchilik qiladigan Air Mobility Command deydi. Air Mobility Command havo armiyasiniki boshlig'i ekan. Bu odamning degani shu Xitoy meniki farzimcha Xitoy 2025 yili Tayvanga hujum qiladi debdi. Keyin men ularni tekshirib baqdim. Bu qandaqdir bir ilmiy yakun emas ekan. Bu kishi burun şu Asya rayonida tug'angan Amerikaniki askarlarga qo'mondonlik qilib Asya rayonlarida tug'angan. Shunga Xitoyni xil yaxshi bildi ekan. Ashun bilan shu chog'dagi tajribalari, bilimlari va yaqin ahvollarni tahlil qilib yurib, mush farazni o'tirib qo'yibdi. Lekin bu ilmiy yakun emas, esinglarda bo'lsin. Yoki Amerika hukumati chiqargan rasmiy emas mush bir kishiniki farzi. Herhalde bu odamni xushal qiladigan faraz ekan endi. Ashtalar bo'lib qolsa Xitoyniki ag'dirilishidan, Xitoy hokimiyatining ag'dirilishidan direkt beradi bu ish. Endi hozir Xitoy iqtisodiga umumyuzlik chek ketdi hozir. Nayt tez paske tushyotdi. Har soatdan shundoq. 2 kunning oldida Xitoyniki Wuhan shahrida 100 ming kishilik bir namoyish bo'ldi. Bu namoyish nayt tezdan bo'lib, tezdan ketib qoldi. Bu namoyish bo'lishiga sabab Wuhan'daki hükümet pensiyaga chiqqanlarga berayotgan davolanish yordam pulini 260 so'mdan 80 so'mga tushirib qo'yibdi. 70% qisqartib o'tibdi. Endi bu pul bo'lmasa bular davolanmaydi ekan.
ahvol shundoq endi bir umr ishlab pensiyaga chiqqan chog'da mana shu ishlar yuz beribdi. Bu ahvol hozir Xitoyda umumyuzlik yuz beryotidi. Ba'zi joylarda mana shu Xitoylarning ichida oldingi 20 yildek vaqtning jarayonida jiq pul deb ketgan odamlarniki pulini tekshirib musodara qilish ishlari bo'lyotidi. Sababi nima desanglar, yerlik hukumat pul qolmaydi. Pul qolmay, jinniba qolmay, hozir endi bu tadbirlarni qo'llanayotidi. Ayni qilayotgan kishilarmi qandaqdir hukumat amaldorlarini tekshirmay, odatdagi texnikalik xodimlar, masalan, binokorlik qurilish injeneri degandek, masalan, chet el tili o'qituvchisi degandek, bular o'zining xizmatining sirtida, ya'ni boshqa yerlarni xizmat tepib ishlab topgan pullarni tekshiramiz deb boshqa qilib turibdi endi. Bular shu hozir endi o'limdan qutulishniki choralari deb qarashga bo'ladi. Xitoy iqtisodiy tez suratda yimirilyotidi hozir. Xudoyim bilsa, shu yimirlagancha Xitoy hokimiyatiga ag'dirilishiga ep berishi mumkin. Bu jihatda Amerika, Yevropa, NATO degandek o'rinlarniki qo'llanayotgan tadbirlarning cho'ng foydasi bo'lyotidi. Xitoyga kiradigan yuqori texnologiyalarni cheklash jihatdagi ishlarniki, tadbirlarniki unumi yaxshi bo'lyotidi. Mushta menga bersa, men ba'zida his qilib qolaman, Xudoyim bilsa, yana 5 yilga qolmay yurtimizga bora olishimiz mumkin deb shuni umid qilyapman. Biroz o'zimning ashtariq bir hissiyoti bor. Ammo bu hargizlik bir ilmiy yakun emas, uni deb o'ylab qolmanglar. O'zimda bo'layotgan, paydo bo'layotgan tuyg'ular. Xudoyim bilsa shu kunga kelar. Endi yaqinda Facebookga bir narsani chiqarib qo'ydim. O'tgan shanba kuni ben turayotgan rayon, bizning idora joylashgan Pasadena shahrida bir faoliyat bo'ldi, bir cherkovda. Mening doktorim qani deb Uyg'urlar ichidan yo'qolib ketgan doktorlarni xotirlash bir faoliyati bo'ldi. Bu cherkovda bo'ldi bu ish. Bu cherkovda burunmi bir faoliyat bo'lgan, bizning bir do'stimiz bor, Bill Clark degan, Amerikaning Seattle shahrida turadigan shu kishi kelib bu faoliyatni qildi. Men berib yerda so'zlab berdim. Buniki rasm ba'zi narsalarni chiqarib qo'ydim to'rbetaga. Ehtimol ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Ondan keyin radio, Erkin Asar radiosiniki Xitoycha bo'limi aloqalashgan, ularga uchur berib qo'ygandim. Ular buni chiqaribdi xabariga. Programmada ishlatibdi u xabarni. Xitoycha xabarda. Hozir yana bir ish 2 kunda bo'lib qoldi. Uyg'urlarning do'sti Adrian Zenz bir yumshoq detalni e'lon qildi. Bu detal shu yaqinda tepilgan Xitoy saqchi hujjatlari asosida bir detal ishlabdi. Buning ichida shu Xitoy saqchi hujjatlarining ichida tizimlangan Uyg'urlardan 700 ming Uyg'urniki xotirasi bor ekan. Xitoylar burun xotirlab qo'ygan xotirasi. Bu detalga kirib, o'zingizniki tuqqanlarini izlaylar ekansiz. Şu an izlesanız, o'zingizni tutilib ketgan tuqqanlar agar 700 ming odam ichida bo'lib qolgan bo'lsa, shuni topqili bo'ldi ekan. Shunga qiziqadigan qarindoshlar bir tekshirib olsanglar bo'ladi. Bu chiqqandan keyin bir angliyalik muxbir bilan aloqalashgan. Uyg'urlarning ichidan shuni yumshoq detaldan foydalanib, o'ziniki tuqqanlarini topganlar bormi? Agar bo'lsa, menga deb qo'ygan bo'lsam, men shularga kurashib bir diqqat ishlaydigandim deb. Buni ben WhatsApp'larga, signaldagi to'plarga chiqarib qo'ydim, yo'llab qo'ydim. Agar mushtaq qarindoshlar bo'lib qolsa, men bilan aloqalashsanglar, sizlarni men ashmoq bilan tanishtirib qo'yay. Endi men bunday ishlarga pek sezgur. Ayni vaqtda biz g'arblarga yolvurib, o'zimizniki ovozini anglitishda yolvurib yuratdik. Ular ancha yaqin kelmaydi. Hozir endi ular bizga yolvuryotdi, biz ushur bersang deb. Ashta bo'g'ashqa agar ushur bor bo'lsa, ularga beraylik. Bu bizniki siyosiy davarimiz shunday aytib foydali. Shunga bu jihatda tekshirib, o'zinglarniki yaqin tuqqanlarini topa olgan qarindoshlar bo'lsa, men bilan aloqalashgan bo'lsanglar. Endi menga yaqinda vatandan kelgan bir uchur, hozir Xitoy hukumati chet elda tuqqanlari va qarindoshlari va oilalarga kirib, ularni biroz qiyin qistoqqa og'il turibdi. Bir aileniki bir qizi bir o'g'li bor ekan,
Her ikisi ali maktabni bitirganka Urumchida. Muşan uyga kirib saqchilar. Uyga kirib o'g'li nima degan chet elda ekan, bular har ikkisi ali maktabni bitirgan, chet elda ekan. O'g'lini chaqirib akagan. Agar akamsang qizimni tutib ketamiz deb tahdid sapdi. Aşa deb qo'yib chiqibdi, saqlab etibdi hozir. Men bu ishni Twitterga yozdim. Hozir Twitterda 13 mingdak odam ko'rib bo'ldi buni. Ondan keyin bu ishninki mush xabar to'g'riliq ba'zi mazmunni WhatsApp'lardan taqatdim. Shundan keyin ba'zi qarindoshlar menga ba'zi uchur qildi. Bunda ahvollar boshqalardan ko'rilibdi. Mana uyga saqchilar kelib, chet eldagi tuqunni gandirib kel. Bo'lmasa uyindikanni tutimiz degan mana ahvollar yana yuz beribdi. Shunga bunda ish yolg'iz emas ekan, lekin ama bu umumizga ahvolni uqulolmaydi. Onun aldıdırak G'uljida yana qaytadan Uyg'ur yoshlarini tutish boshlanganligi haqida ma'lumot kelgan menga. Shunga Uyg'urlarniki tutilishi texi oxirlashmadi. Hozir bu ishlar yana davomlashyapti. Shunga agar muxbirlar so'rab qolsa, buni aynan aytganimiz yaxshi. Bu ishlar texi hozircha oxirlashgani yo'q. Ondan keyin menga yana ba'zi ma'lumotlar keldi vatandan. Hozir Xitoylar Uyg'urlarniki pasportlarniki hammasini qaytarib beramiz deb davron sevetibdi. Hamda bu ishlar biroz boshlanibdi. Mushu ishlar haqida Urumchidimi yoki Bejingdimi aniq emas, Xitoy hukumatı yaqinda bir axborot yig'inini ochib e'lon qildi ekan buni. Biz Uyg'urlarniki pasportini yig'ib qaytarib berdik deb. Endi amaliyotda qanday ishgan desanglar, bu qaytarib berayotgan pasportlarniki ko'pinchisi vaqt o'tib ketgan pasport ekan, ishlatilib olmaydigan. Azırak kısmındaki şekli bulğanlarım varken, bular çetelge çıkışqa yol meni etibdi ançımınca. Ularning uçurgan ahvoli, ular intayin qattiq tekshirishni o'tadi ekanlandi. Ondan bütün aile, agar idoralarda xizmat olgan bo'lsa, shu idora, uy olgan bo'lsa, uyiniki uy xeti, uy idorachi xetidan tortib, hammani go'roga evlab turib, bir aileden fakat bir adamni chiqarib, ondaki u qaytib kelgandan keyin birini chiqaramiz deb, mushtaq ishlar bu etibdi hozir. Bundan boshqa Uyg'ur qizlariniki Xitoy bilan to'y qilishga majburlanish ahvoli intayin og'ir. Biz burun bilgandimi og'ir ahvollar bor ekan. Bu to'liq burun ma'lumotlar kelmagan, endi keldi. Agar hozir xabarlarda bor vatanga Sharq Turkistonga Xitoylik kelsa, ularning tezlam nupus qoladi. Bu jihatda shu Sharq Turkistonga kelib Uyg'urlar bilan to'y qilgan Xitoylarniki ishi nurg'un jihatda texmi oson bo'ladi ekan. Masalanga Sharq Turkistonga kelib Uyg'ur bilan to'y qilsa Xitoylar, ulardan bajaranilmaydi ekan, kirimidan bajaranilmaydi ekan. Ondan keyin hozir 3 yilga bo'lib Uyg'ur qizlardan to'y qilgan bir oilaga 80 mingdan 360 ming yuangachilik pul, yordam puli berdi ekan. 3 yilda 80 mingdan 360 ming yuangachilik yordam puli berdi ekan. Uyg'ur qiz bilan to'y qilgan Xitoy oilasiga. Ondan keyin Xitoy bilan to'y qilgan, oliy maktabni bitirgan Uyg'ur qizlarga shartsiz xizmat berib berdi ekan hukumat. Tez xizmat berib berdi ekan. Bu sohada Uyg'ur erlari to'g'riliq hech qanday gap yo'q. Endi sababini tushunishlik, Uyg'ur qizlar bilan to'y qilganda Uyg'ur erlari ancha qamaganligi uchun bu to'g'riliq ancha parang yo'q. Ondan keyin Xitoy bilan to'y qilgan Uyg'ur qizi ismini Xitoychaga o'zgarsa, bu qizniki lager turmalardagi bevosita tuqqanlarni qo'yib berdi ekan hukumat. Hozir mishlarni qilib turibdi. Xitoydan tug'ilgan bolasi va o'ziniki kimligini Xitoyga o'zgarsa, bunda qizlarniki qarindoshlarini turma lagerlardan qo'yib berdi ekan. Abeksal o'xshamaydigini Xitoydan bola tug'ilgan bo'lish hamda bolasilarning o'zining kimligini Xitoyga o'zgartgan bo'lish. Ashta qilsa, bu qizniki qarindoshlarini turma lagerdagi qarindoshlarini qo'yib berdi ekan.
tijorat qilayotgan Uyg'ur qizlar agar Xitoy bilan to'y qilsa, ularniki savdo beji 3 yildan 5 yilgacha kechirim qilinadi ekan. Agar Xitoylar bo'lsa, Uyg'ur qizlarini olgan Xitoylar, tijorat bilan shug'ullangan Xitoylar bo'lsa, ularning ham shunday ekan, 3 yildan 5 yilgacha ularga bajlari kechirim qilinadi ekan. Ondan keyin işte Xitoy bilan to'y qilgan Uyg'ur qizlariniki Uyg'ur qizlari bankadan o'simsiz qarz ola olar ekan. Bundaq foydasi bor ekan hozir. Albatta men degandek hozir Uyg'ur qizlarining to'y qilganidek Uyg'ur erlar yo'q. Bo'lsa-mu ancha tayini yo'q erlar, xizmati yo'q yoki biroz daldish bu degandek. Ashta bo'lganlik uchun Uyg'ur qizlari to'y yeshiga kelgan Uyg'ur qizlari umumyuzlik holda Xitoy bilan to'y qilishga majbur bo'lib qoldi. Bu ahvol naydi eg'ir fojia biz uchun. Men demasam bilasizlar. Hozir ahvol shunday ekan. Bo'lsa bu jihatdagi siyosiy davoni bo'shatmagan bo'lsak, Uyg'urlarning beshiga kelgan kun hech qanday yeniklashmadi, yaxshilanish yo'q. Texmo Uyg'ur millatining bir millat sifatida yo'qolishi texmi eg'ir fojialarga duch kelyotdi. Yuqorida deyilgandek, shunga bu jihatdan to'xtatmasak, menga kelgan yana bir uchur Urumchidagi bir turmada 2600 Uyg'urlar bor bir turmaga yaqinda bir eg'ir kasal tarqalib, nurg'un odam o'lib ketibdi. Bu uchur keldi. Bu turmaniki ism boshqa narsalarmi bu jihatdan hozir ma'lumot topishga tirishyapmiz. Xitoylar buni maxfiy saqlayapti bu ishni. Andan keyin Urumchidagi yana bir turmaga shu 2 oyning oldida bütün ko'chalarni to'sib etib, Abduzlarda 12 ming Uyg'urni yetkazib kelibdi bir turmaga, Urumchidagi bir turmaga. Sababi nima desanglar, shu turmaning qishiga 3 cho'ng Xitoy zavodi selinibdi. Bu Uyg'urlarni shu zavodda majbur emgak qul ishlar qilib ishlatish uchun 12 ming Uyg'urni yetkazib kelibdi. Bir kecha bütün yo'llarni to'sib etib, shu net 100 Abduzlarda yetkazdi deydi odamlarni. O'sha ishlar bo'libdi. Şunu bilan vatan haqida dediganlarim tugadi. İşlar bek fojialik. Endi azroqcha xushal bo'lgan, shuni deb xushal bo'lgan deganimmi endi. Boshqani xushal qilaman uqmayman. O'zimga oid men yaqinda 4 cho'ng olam teleskopiniki ishiga qatnashdim. 3iga hozir qatnashyapman, birsiga bir necha haftalik onun tajribasi qatnashdim. Şu osmonga chiqariladigan 2024 yili 10-kuni olam teleskopi bilan bir tajribaxonaning ichida birga bo'ldim endi. O teleskop bir tumur o'yning ichida, uning tumurning bütün havosini tatib etib, haqiqiy bo'shliq hosil qilib, shuning ichida tajriba qilgan. Men shu tajribaxonaning ichida birga bo'ldim endi. U qandaq teleskop desanglar 2024 yili NASA planeta Yupiterning Yevropa ismli hamrohiga bir olam teleskopini mangdirmoqchi. U teleskop bir olam uchquriga qachonda albatta berib, shu Yevropa degan hamrohiniki bütün yuzini rasmga olib, uningdagi havoning tarkiblarini aniqlab, andan keyin mushu sharan ay sharining yüzünün aslida dengizlar bor ekan. Shu suvda, dengiz suyida hayotlar yashash imkoniyati bormi yo'qmi shuni tekshiradigan bir teleskop. Bunun ishiga qatnashdim. U 2024 yilda qo'yib berildi ekan. U olam uchqurining ismi Europa Clipper deb ataldi ekan. İsmi Europa Clipper ismi. 2024 yilda qo'yib berildi. Asosli maqsad shu Yevropaniki yuzining ostidagi suvda jonliqlar yashay olishi mumkinmi degan narsani aniqlash endi. Qarasanglar, NASAning qilayotgan bir ishi yashardan boshqa
odamlar yashaydigan yerlarni izlab qilyotdi ancha mana shuniki birisi endi deb tushunsak bo'ldi deb o'ylayman man. Andan keyin hozir yana 3 olam teleskopining ishini qilyapman. Uniki birisi shu yer sharining yer shariga yaqin yerni aylanib yurgan koinot tashlari, asteroid mushlarni aniqlab chiqish. NASA bu ishni qilayotgani 20 yildak vaqt bo'ldi. NASA'niki shu asteroid tashlarini kuzatib turadigan ishxonasi bizning idorada. Shu 20 yilniki mobaynida bayqagan tashlarniki soni 18 mingdan oshdi hozir. 18 mingdan oshdi. Endi buni nima uchun qiladi desanglar, buningdan 60 million yil burun bir cho'ng tash yasharni suqib, ashundan yashardagi dinozor degan hayvonlarning hammasini yo'q qilib ketgan. Butun yashar o't ketib, boshqa bir voqea bo'lgan. Mushtaq voqealar 60 million yillarda bir raqam bo'ladi deydi. Hozir endi shuning sal vaqti bo'lib qoldi. Mushundaq chiq tashlar uchib yursa, yasharga yaqin. Bu yerda yasharga yaqin deganimiz endi necha 10 million kilometr yiroqlikda tashlarga qaratilgan gap bu. Koinot uchun bu qisqa oraliq endi. Yana mushtaq bir voqea bo'lib qolamdikan degan andisha bor. Hozircha yasharga bundaq tahdid soladigan tashlar yo'q. Hani birli xatarlik ahvol. Agar tash kunniki uftiridan kelib qolsa yasharga bayqaga olmaydi. Kunniki nuri bak kuchli bo'lgani uchun ko'gil olmaydi. Aşağıda aşı noktada bir endişe var endi. Aşağıda bu başka bu qadimki mavi teleskopniki vazifesi şu yaşarga yakın joylarda aylanib yurgan cho'ngligi 140 metr yoki undan cho'ng bo'lgan tashlarniki 3dan 2 qismini 60%dan ko'p tashlarni tizimlikka evilib ularniki qayerdan qayerga ketayotganligini kuzatib turish mush maqsad qilgan. Bu teleskop 2028 yili yoki undan keyin qo'yib berildi ekan. Hozir shuning tayyorlik ishlarini qilyotdi. Men shu turning ichida bor, yaqinda kirdim bu turga. Ondan keyin yana bir teleskop, hozir 6 metrlik bir teleskopni laylayapmiz. Ben Xudoyim bilsa bu yil teleskop haqida boshqa joylarga ikki ilmiy doklad yig'iniga berib doklad beraman. Birinchisi muqimlash bo'ldi, ikkinchisi buni kerak muqimlashdi. Bu teleskop astronomiya ishlariga ishlatilgan teleskop. Ondan keyin uning bir vazifasi jonliqlar bor tashqi planetlarni tepish. Xabarlarda bor. Men bu sohada ishlayotgan uzun bo'ldi. Mavamda yangi tipdagi bir teleskop 6 metrlik. Bu 6 metrlik teleskop degan bak cho'ng narsa. Bu Hubble olam teleskopini bilasizlar. Hubble'niki cho'ngligi asosli aynigining cho'ngligining diametri 2 metr 40 cm keladi diametri. Ma teleskop 6 metrlik teleskop. Taxminan alda 1 metrlik olam teleskopini olam bo'shlig'iga chiqarish uchun 1 milliard dollar pul ketadi. 6 metrlik teleskopga 6 milliard dollar pul ketadi. Ma teleskop hozir tadqiqot bosqichida rasmiy mission deydi, yo NASA'da mission deydi. Rasmiy mission bo'lib shakllanmadi. Dastlabki bosqichlardagi tadqiqotlar tugagandan keyin aniq ashtax bo'ladi. Hozir mushta bir teleskopdan ishni qilyapman. Xudoyim bilsa men bu yil 2 qatim ilmiy doklad yig'iniga berib doklad bermoqchi bu vaqtda. Ondan keyin yana bir teleskop bor. Bu teleskop boshqalariga qat'iy o'xshamaydi. Xabarlarda bor, odatda olam teleskopniki asosiy aynigi jumloq bo'ladi. Jumloq bo'ladi. Ma teleskop bo'lsa jumloq emas. Bu teleskopning shakli bundaq, asosiy aynigining shakli bundaq. Rectangular, mesela chasa bo'ladi. Masalan, kengligi 1 metr, uzunligi 10 metr degan. Bundaq aynaklik teleskoplar resim tasanglar, o resim sat chiqadi. Hech qanday narsa aniq qila olmaydi. Lekin bunda teleskopni aylantirib, ko'rib turib, ko'p resimlarni tortib, masalan, bir ko'rinishdan 36 parcha resim tortib, bu resimni adamdek yumshoq detal orqali
birleştirip, algoritmlar arqılıq birleştirip, ondan isl resimdan çıqalı oldu. Bu texnikani asli ijod qilgan bola bir yahudi bola, mana bilish qilgan bola. Biz ikkimiz necha proyektdan birga qildik. Manimi birga qilyapmiz, boshqa odamlar bor birga qilayotgan. Bu hozir tadqiqot bosqichida shu ishni qilyapman. Mani quyib bersam ko'ra olamsizlarkan? Qarab qo'y. Qo'yilgandi. O üzəmnin resmi, şu öydə tatqan. Resmini müştaq, bu neymiş qıdırsanlar? Üzəmnin resmini görsəm, tatlığa resminin süpiti qanara çıxdı, buradan bilələyim, başqa resimlara qarağan çağda. Şuna üzəmindeki resmini tatıb, işte aylandırıb, algoritmini işletib, onu soğuqçaq teleskop, yeni teleskopda tatsa, süpiti qanara çıxdı. Eğer jumlaq teleskopda tatsa, onun süpiti qanara buldu deganlarni seçtirib, işte təcrübə qılatıma mən kompüterdə. Mağarısındaki en on taraftakisi on taraftakisi aslidagi resim, o'tirdagisi jumlaq teleskopli tatqan resim, jumlaq teleskop 10 metrlik masalanga. Andan keyin bu sol taraftakisi abakinki so'qchaq teleskopda tatqan resim. 36 parcha resim tatib, uni birlashtirib, chiqargan chog'dagi süpit qanday chiqadi degan narsa. Mushtarsani qilyapman. Bizning idarada buni ko'rsatsam, hamma kulib ketdi. Nima buni ishlatding deganda, boshqa resimlar bor. Yer sharini 1 million jirohatni tassa, butun yer sharini resimda bo'ladi. Ashta resimlar ko'p hozir tortinda sanab chiqadi. Uni qildim. Uni qisqaligi resimning süpiti qanday chiqdi, bo'lolmaydi birazaligi. Az aniq emasda, ammo üzəmdəki resimni özəm yaş bo'lgan boshqa, üzəmdəkini kirgizib olib, başqa qilyapman hozir. Xudoyim bo'lsa, bu teleskopniki ishlarini nima qilyapti necha yil bo'lib qoldi. Bizning 2018-yilda e'lon qilgan maqolamiz bor bu haqda. Shunga bu ishni qilyapman. Bu yana bir teleskop. Shuna qilib hozir 3 teleskopniki ishini qilyapman. Ondan keyin lazer nuri orqali yer shari bilan koinot o'tirisidagi sun'iy amroy va boshqa olam ushqunlar o'tirisidagi xabarlashish bu sohada ish qilyapman. Təcrübə qıvatımız əməliyyat talın suyu çıxıb jürüb. Müştaq. Mənim yaşım kiçik emas, xəbərlərdə var. Amma hazır şu yine doktorluq ünvanı yeni elib, bizim də xizmət qurlaşqan 30 yaşlarla bir iş qıvatım mən müştaq. Bir həftədə müştaq 4 proyektini qıldı degen gap. Bir gündə bir oxşamağan proyektini qıldı degen gap. İşim xəli təs. Şunun sırtıda aniki uyğulanışını qılım mən. Sizlərə o nasatorluq nimdə yapasam bular deb maqatim üzərinə qatqaşlarını da qoydum. Bundan keyin yangi xabarlar chiqsa, ularni qo'shib deb qo'yaman. Alqi nachar xabarlar bakcha xo'p ketdi, shunga biroz sizlarniki ro'yinlar üstüb qilam degan deb gaplarni deb qo'yishim. Bulardamsa bugungi dedigan gaplarim shundoq. Xudoyim bilsa, ikki haftadan keyin ko'rishimiz, ko'rishcha omon bo'linglar. 2-oyniki 15-kuni Jenevada o'tkazilgan cho'ng namoyish imkoniyati bor qarindoshlarniki hammasi qatnashayli. Biz Allah'dan ümit kütüp dua qilib yaşaymiz. Şundan birlə üzümüz qılalağaçını üzümüz qımısaq, üzümüz en načar ahvalga tayyorlik qilmasak bo'lmaydi. Albatta men degandek Allah'niki plani, vaqt jadvali, tanlashlari bu narsalarni biz bilmaymiz. Bizning bildig'imiz, bizning kontrol qilayotganligimiz, o'zimiz qanchalik tirishimiz degan narsani o'zimiz kontrol qila olamiz. Shunga Uyg'urlarning siyosiy da'vosi astab qolmasin, tutishib qolmasin, oldimizga vazifa nihoyatda ig'ir. Bular demsa, ikkilar qatim ko'rishib omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.